Yoshlar ishlari agentligining jadidlar to'plamidan Mahmudxo'ja Behbudiy risolasining mazmunini 10 daqiqada bilib oling. Mahmudxo'ja Behbudiy jadidlarning eng faol yo'lboshchisi, muftiy, dastlabki gazeta asoschisi, dastlabki teatr asoschisi, eng birinchi drama, yangi o'zbek adabiyoti boshlovchisi bo'lgan. Birinchilardan bo'lib jadid maktabi, zamonaviy kutubxona ochib, hattoki Turkiston muxtoriyati tashkil etilishiga sababchi bo'lgan buyuk o'zbek jadidchisi hisoblanadi. Behbudiyni e'tirof etib, Fayzulla Xo'jayev Mahmudxo'ja Behbudiy haqida shunday deydi: siyosiy, ijtimoiy faoliyati va bilimining kengligi jihatidan Turkistonning o'sha vaqtdagi jadidlaridan unga teng keladigani yo'q deb o'ylayman. Agar O'zbekistonda Navoiy va Ulug'bekdan boshqa uchinchi bir kishiga haykal qo'yiladigan bo'lsa, shubhasiz bu Behbudiyning haykali bo'lg'usidir. O'zbekiston milliy adabiyoti ham Behbudiy ila boshlanib, yangi bir yo'lga kiradir. Behbudiy Turkistonni eng avval Chor hukumati qo'lidan qutqarmoq fikrini elga talqin qilguvchilardan, aholining ezilganligini birinchi daf'a sezganlardan ham bu haqda nurli usta yo'llar ila xalqni istiqbol kurashiga chaqirib yozg'uvchilardandir. Laziz Azizzoda, sharqshunos, Milliy istiqlol tashkiloti faollaridan biri sifatida qatag'on qilingan. O'zbek teatrining asosini qo'yib beruvchi samarqandlik Mahmudxo'ja Behbudiydir. Boris Pyaskovskiy, rassom. Mahmudxo'ja Behbudiy O'rta Osiyodagi barcha jadidlarni birlashtirishga intilgan yirik namoyanda desak xato qilmaymiz. U butun Chor Rossiyasidagi hur fikrli, ma'rifatparvar musulmonlar bilan muntazam aloqada bo'lib turar, ayniqsa Ismoilbey Gaspiralining ashaddiy muxlisi edi. Behbudiy qalbini o'rtagan eng katta dard irq va ma'rifatdir. Ingeborg Baldauf, nemis olimasi. Mahmudxo'ja Behbudiyning hayot yo'li. Mahmudxo'ja Behbudiy 1874-yilda Samarqandda tavallud topgan. O'rganilishicha uning otasi Behbudxo'ja Solihxo'ja o'g'li turkistonlik Ahmad Yassaviyning avlodlaridan hisoblanadi. Mahmudxo'ja Behbudiy 6-7 yoshlarida tog'asi huzurida o'qib savod chiqaradi. Otasi esa Qur'ondan saboq beradi. 15 yoshdan madrasada tahsil oladi. U yerda arab tili, grammatikasi, aqida va shariat qonunlari bo'yicha bilim oladi. 18 yoshida madrasani tugatib Samarqand viloyati Chashmaob volostida qoziga mirzalik qiladi. Kelajakda muftiylik lavozimigacha ko'tariladi. 1916-yilgacha muftiylik faoliyati bilan muntazam shug'ullanadi. 1893-yildan u Rossiya va xorijiy mamlakatlarda nashr etiluvchi turkiy va forsiy matbuot bilan tanishib borgan. Mahmudxo'ja Behbudiy 1899-1900-yillarda haj safarida bo'ladi. Bu davrda Usmoniylar davlati hamda Misrda xalq ta'limi sohasidagi ishlar va boshqa hayot bilan tanishadi. Yetakchi shaxslar bilan muloqot qiladi. Uning tashabbusi bilan 1903-yilda ikkita qishloqda maktablar tashkil qilinadi. Ushbu maktablar uchun Risolai Asbobi Savod, Risolai Jug'rofiy Umroniy, Risolai Jug'rofiy Rusiy kabi bir qator darsliklar yozadi. 1913-yilda Samarqand gazetasini nashr qilish uchun hukumatdan ruxsat oldi. O'zbek va tojik tillarida haftada 2 marta chiqariladigan ushbu gazeta 45-sonidan keyin moddiy yetishmovchilik sabab to'xtab qoldi. 1913-yil 20-avgustdan u Oyina jurnalini chiqara boshladi. Jurnal asosan o'zbekcha bo'lib, Turkistondan tashqari Kavkaz, Tatariston, Eron, Afg'oniston, Hindiston, Turkiyagacha tarqalgan. Oyina jurnalida millat va uning haq-huquqiga, tarixiga, til va adabiyot masalalariga, dunyo ahvoliga doir qiziqarli maqolalar, bahslar berib borilgan. Masalan, birinchi sondayoq 2 emas 4 til lozim deb o'zbek, tojik, arab, rus va fransuz tillarini bilish shart deb maqola yozdi. Adabiy tanqidga katta e'tibor berdi. Millat sha'nini oyoq osti qiluvchi fikr qarashlarga zarba berdi. 1914-yilda Behbudiy dunyoda bo'layotgan voqealarni yaqindan bilish, kutubxonasiga kitoblar to'plash uchun yana safarga otlandi. U Ashxobod, Krasnovodsk, Boku, Kislovodsk, Jeleznovodsk, Rostov, Odessa, Istanbul, Edirna, Quddus, Bayrut, Yofa, Halil ar-Rahmon, Port Said, Shom shaharlarida bo'ldi. 10 yildan ortiq ijtimoiy siyosiy ishlarga qizg'in qo'shilgan Mahmudxo'ja Behbudiy 1917-yil aprelda Toshkentda bo'lgan Turkiston musulmonlarining qurultoyida hayajonli nutq so'zlaydi. Millatni birlashishga chaqiradi. Shu birlashmasligimiz sababli mustamlakot qoidasi ila bizni idora eturlar deb ochiq aytadi. 1917-yil 26-noyabrda Qo'qonda o'lka musulmonlarining favqulodda qurultoyi ish boshlab, qurultoy raisi Behbudiy edi. 27-noyabr o'tar kechasi Turkiston muxtoriyati e'lon qilindi. Bu mustamlakadan mustaqillik tomon qo'yilgan jiddiy va jasoratli qadam edi.
Uning ma'naviy otasi shubhasiz Behbudiy edi. Uning qozoq birodarlarga yozgan bir xatida shunday jumlalar bor. Bovurlar, Turkistondagi barcha xalqlar uchun muxtoriyat e'lon qilindi va siz bilingki, haq olinur, lekin berilmas. Muxtoriyatni Turkiston bolalarining o'zi birlashib, g'ayrat ila olurlar. Albatta boshqalar tarafidan berilmas. Biz bo'shlik qilsak va Turkistondagi xalqlar birlashib muxtoriyat yo'liga sa'y qilmasak, albatta hozirgi qog'oz ustidagi muxtoriyatimizni ham yo'q qilurlar. Muxtoriyat boy berildi. Uni otalarimiz saqlab qola olmadilar. U bolsheviklar tomonidan bostirildi. 19-20 fevral kunlari shahar to'pga tutildi. 10 ming turkistonlik o'ldirildi. 180 ta qishloqqa o't qo'yildi. Behbudiyning Rus-Sovet hukumati rahbarlari bilan muzokaralari ham natija bermaydi. Orzulari chil-chil bo'lgan Behbudiy 1919-yilda Shahrisabzda qo'lga olinib, sirli bir tusda Qarshi shahrida qatl qilinadi. Qarshi shahri 1926-1937-yillarda 11 yil Behbudiy nomi bilan yuritilgan bo'lsa-da, uning asl qiyofasi, shaxsiyati xalqdan sir saqlandi. Adib nomining adabiylashtirilishi shunchaki bir niqob edi. Faoliyati haqida qo'shimcha. Mahmud Xo'ja Behbudiy bilan tashkil etilgan Usuli jadid maktablari uchun 10 ga yaqin darsliklar yaratdi. Risolai Asbob Sabot kitobi Turkistonda birinchi bo'lib alifbo darsligi edi. Kitob ul atfol, ya'ni bolalar uchun kitob esa bolalarga rasmiy, norasmiy, xususiy xatlar yozish usullari, davlat idoralarida o'zbek tilida ish yuritish kabi qo'llanma shaklida yozilgan. Umumiy jo'g'rofiyadan saylanma kitobi 30 dan ortiq kitob va manbalardan foydalanib yozilgan kitob bo'lib, unda geografiya fani asoslari, globus, xaritalar, Strabon va Ptolemeyning qarashlari noto'g'ri ekanligi, aslida yerning atrofida osmon jismlari aylanmasligi aytib o'tadi. 1911-13-yillarda Padarkush dramasini yozib, keyinchalik teatrlarda namoyish etildi. Mutaxassislar bu asarni ham janr, ham mazmuniga ko'ra yangi o'zbek adabiyotining boshlab bergan bir asar sifatida baholaydilar. U jaholat va nodonlik o'qimagan bolaning buzuq yo'llarga kirib, o'z otasini o'ldirgani haqida hikoya qiladi. Shu orqali millatning o'z farzandlarini o'qitish, ma'rifatli qilish, o'zi mansub bo'lgan jamiyatni yuksaltirishga har jihatdan qodir bo'lishiga qaramay, bu ezgu amallarni bajarishdan bosh tortgan kishilarning qismati haqida bashorat edi. Behbudiy kutubxonasi Behbudiyning millat taraqqiysi uchun boshlab bergan xayrli ishlari qatorida turadi. Ushbu kutubxona Samarqand gubernatoridan rasman ruxsat olinib, 1908-yil shaharning yangi rasta qismida ochilgan. Kutubxonani yo'lga qo'yishda unga safdoshlari Hoji Mo'in, Vasli Samarqandiy va muallim Abduqodir Shakuriylar ko'maklashdi. Kutubxona juda qimmatli ilmiy, mahalliy va xorijiy matbuot nashrlaridan iborat katta fondga ega edi. Dastlabki 2 yilda kutubxona faoliyati juda faol yurdi. Keyinchalik yangi va eskilik kabi g'oyalar kurashlar ulamolar kutubxonani kofirxona, zararli joy deb e'lon qilgach, ota-onalar farzandlarini uy joyga yubormaslik fatvolarini berishgach, 1912-yilga kelib kutubxona butunlay nochor ahvolga kelib qoldi. Shunday bo'lsa-da Behbudiy harakati orqali 2 yil faoliyatini davom ettirdi. 1914-yil Behbudiy kutubxonani o'z hovlisiga ko'chirishga majbur bo'ldi. Keling uning maqolalari va nutqlaridagi ba'zi so'zlar bilan tanishamiz. Ey muhtaram yoshlar, aziz birodarlar, o'g'il to'ylarga sarf qila turgan aqchalaringizni mana shu ilm zamoni yo'liga sarf etingiz. Sizdan o'g'lingizga mol, meros qolmasin, balki albatta ilm va tarbiya meros qolsin. Fanning ibtidoiy ta'limini ko'rmagan kishiga o'rta va oliy qismini madrasalarga kirgizib ta'lim bermakdan foyda chiqmaydir. Bizlarni xonavayron, bachagiryon va bevatan va bandi qilgan tarbiyasizlik va jaholatdir. Bir dasta tayoqni birga bog'lasangiz, kimsa sindira olmas. Agarda ajratsangiz, bir-birin har kim sindirar. Teatr nimadir? Javobiga teatr ibratnomadir. Teatr va'zxonadir. Teatr ta'zir adabidir. Teatr oynadirki, umumiy hollarni anda mujassam va namoyon suratda ko'zliklar ko'rib, kar quloqsizlar eshitib asarlanur. Mahmud Xo'ja Behbudiyning gazetasi, maqolalari, yana ham ko'proq hikmatli so'zlari haqida bilishni istasangiz, kitobning o'zini o'qishingizni tavsiya etamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa,
layk bosishni, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Yana qanday kitoblar haqida chiqarishimizni izohlarda yozib qoldiring.